Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq Dorivor o'simligi ismi sutlama. Sutlama deb atashga sabab shundoq giyohni termoqchi bo'lsangiz, sutga o'xshash shirasi oqib tushadi. Rus tilida molochay deyiladi. Balandligi 30-40 santimetr chiqadigan o'simlik. Qir va adirlarda joylashgan bo'lib, may oyida terib olib ishlatsangiz bo'ladi. Sutlamaning shifobaxsh xususiyati. Teri kasalliklarida sutlama shirasi qadimdan ishlatilib kelinadi. Sugal, papilloma, zamburug' va gribok kasalliklarida shifobaxsh. Iste'mol qilish qat'iyan taqiqlanadi, chunki bu zaharli. Ko'zga tushsa ko'zni ham zarar yetkazadi. Ehtiyotkorlik bilan olib ishlatsangiz bo'ladi. Bilmagan odam bilgan odamdan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam-kam ishlatilsangiz bo'ladi.